Texasdan San Francisco, Kaliforniya, Los Anjelesga ketyapmiz. Mashinamizning gazi tugab qoldi. Grand Canyon is right in front of us. So, what happened, Mustafa? Tell us about. I don't. Короче, San Franciscoga qarab ketyaptik. Texasdan o'rmonni desertni o'rtasida mashinamiz o'chib qoldi. Buni gap narigi videoda ham gapirdik. Endi hozir roadside assistance Hyundai'dan aka ishonchli joydan video olgan ekan. Mashina olgan ekanlar yaxshi. Hozir nima tashlab ketishadigan, benzin berib ketishadigan. Qaramay qolibmiz. Benzinimiz tugab qolibdi. Benzin tashlab ketishadi. Shu bilan yana 1200-1800 mayl bosib chizamiz. Keyin bu yerda mana bobik topib oldik. Maza qilib ovqatlanib o'tiribdi. Biz esa roza tutyapmiz. Iftorga qancha bor? Iftorga endi 2 soatga yeb qo'ydik biz. 2 soat hozir cho'ziladi. Mana do'stlar, endi mana bu yoq bo'lsa Grand Canyon. Qayerlarda qolib ketdik do'stlar, qayerlarda? Qolgan joyimizni qarang. Mustafa, nima qilamiz endi? Sabr qilamiz, nima qilamiz? Sabr. Bo'ldi. Lekin xursandman. Ana itga foydamiz edi-yu. Aytabi. Kechagidan qolib ketgan nimamiz bor edi. Urug'imiz bor. Shuni berib yubordik. Albatta. Hammasi yaxshilikka deydi. Hozir mana yaxshi Hyundai'da naqasi bor ekan, garantiyasi bor ekan, benzin quyib ketadi. Shunaqa akalar, lekin bitka arziydi shuncha muammo. Va arziydi, ha. Yaxshi, mana Hyundai'dan garantiya berishar ekan, roadside assistance ichida borar ekan, tekinga 1-2 gallon benzin tashlab ketishar ekan. Yaxshi joydan. Shuni kutib turibmiz. Qani? Omad tilaylar. Yaxshi joydan mashina olgan ekanlar. Akadan boru ideyani yomoni chiqdi. Texasdan kelyapmiz. Texasliklarga o'xshab biz ham og'izganda cho'p qilib olamiz deyaptilar. Asli bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Texasliklar qistirib oladi-yu. Road 66 ga borib qolsak, 4 soatlik yo'l ekan. Pilotga bitta kirib chiqamiz.